Assalomu alaykum. Jigar deb qo'yadi. Jigar. Rossa apalabga oladigan sezon boshlandi-da. Siz bo'lsa yuribsiz, u yoqda, bu yoqda. Qarang, Andijonda asakasidan aka-xonlar kelgan. Qo'yinki, assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? O'zimizni priyomdan qo'ymasin. Xo'p, biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterin qishlog'idan Kamina Abdurahmonov Shamsiddin sizlar uchun kunora goh-gohida harakat qilib videolar chiqarib turibman. Ya'ni yangi listdan, qora listdan mana yomg'irlar va nihoyat obeddan keyinga tinib havolar ochildi. Suv bo'yotganda yerlar ozgina mana nima deydi, suvlar tegib ancha-muncha nima bo'lib qoldi, lislarimizga chiroyi ketib qoldi. Akalarimiz zakaz qilishgandi. Ya'ni tepasini plankali, pastiga yaqin qilib o'qib beraverasiz deb qo'shimcha listlari bir komplet chempion apalabkani chiroyli tarzda qilib berdik. Mana bu yerda 30, 40, 50 qilib planka qilib berdik va o'qlari yaka syomnik va ikkita burchagi cho'tki qilib asakalik akalarga qilib berdik. Bu odamlar eski klientlar. Oldindan ko'rgansizlar, hali bir video qilib chiqdik. Qanchalilar keldi deb. Inshaalloh, Xudo xolasa chiroyli tarzda xursand bo'lib, navolarni nima qilishdi mana. Bizda ish qizg'in davom etmoqda yana. Ertadan keyin hayit bo'lishiga qaramasdan astoydil zakazlarni bitiraylik deb harakat qilyapmiz. Akalar, telefon qilaversa pastdagi raqamlarga Kamina Abdurahmonov Shamsiddin sizlar bilan inshaalloh telefonni ko'taraman degan umidda sizlar bilan foydalanishyapman. Sezon payti akalar, so'kmaysizlar, telefonni ko'tara olmasam iloji yo'q. Mana bunaqa mehmonlar kelib turgandan keyin bularda oldida nima deydi, yuzlariga oyoq qo'yib ko'tara olmas ekan telefonda. Inshaalloh qaytarib telefon qilamiz. Telefon qilaveringlar akalar, xizmatamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.